So'nggi paytlarda taksi yo'nalishlarida aniqlanayotgan tovlamachilik holatlari oddiy jinoyat emas. Bu davlat tartibiga, mehnat qilayotgan fuqarolarning erkinligiga to'sqinlik qiladigan masala. Bir muddat avval fosh etilgan jinoiy guruh bunga yaqqol misol bo'la oladi. Ichki ishlar vazirligi tezkor qidiruv departamenti tomonidan Toshkent viloyati va poytaxt yo'nalishida harakatlanuvchi taksi haydovchilarini tahqirlab, zo'rlik ishlatgan holda har oy ulardan noqonuniy ulush talab qilib kelgan Bichok laqabli shaxs boshchiligidagi uyushgan jinoiy guruh faoliyatiga chek qo'yildi. Qo'yli bormi? Qo'yli. Ikki kishi qo'yli bormi? Qo'yli. Bichokka do'lab berganmisan? Qanaqa bichok? Nima yo'lga do'lab bering? Yo'q. Nima qilib oxiri kun bo'ladigan bo'lsa? Kim hamma dokumentimni to'g'rilab qo'yganman men. Nima yo'lga do'lab berishim kerak? Maylida o'zingga qara. Yaxshi bir kilosan. Yaxshi kilosan. Ha, bor. Qo'yli. Ukam yangimisan deyman. Ha, yangiman. Nima edi? Do'lani vaqt kelgan bilasanmi? Yo'q, qanaqa do'la? Nima senga pul berishim kerak? Kimsan o'zi? Avtomashinaga o'tirgan inson xoh yo'lovchi bo'lsin, xoh haydovchi o'z oilasining qora qozonini qaynatish uchun yo'lga otlanadi. Ammo ayrimlar o'zining jismoniy baquvvatligini ro'kach qilib, ana shunday topayotgan mablag'larga sherik bo'lishni istaydi. Yil boshidan Ichki ishlar vazirligi tezkor qidiruv departamenti va uning hududiy bo'linmalari tomonidan respublika miqyosida tovlamachilik bilan shug'ullanib kelayotgan uyushgan jinoiy guruh faoliyatiga chek qo'yish maqsadida qonun ustuvor jazo muqarrar tamoyili ostida kuchaytirilgan tezkor tadbirlar amalga oshirilmoqda. Xususan, Toshkent viloyatida yashovchi fuqaroning arizasiga ko'ra, viloyat hududidan Toshkent shahri Yashnobod tumani yo'nalishida taksi xizmatini ko'rsatuvchi haydovchilarga tahdid qilib, haq-huquqlarini toptab, noqonuniy pul topish maqsadida o'zboshimchalik bilan oylik to'lov joriy qilgan guruh qo'lga olindi. Alamqulov Sherzod Umar Aliyevich, laqabi Bichok, 1989-yilda Toshkent shahrida tug'ilgan. Muqaddam O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 277-moddasi bilan sudlangan. Sportning turli yo'nalishlari bilan shug'ullanib kelgan ushbu shaxs jinoiy sheriklari bilan birgalikda Damas rusumli avtomashina haydovchisini urib va boshqaruvidagi tirikchilik manbai bo'lgan avtomashina kalitini zo'ravonlik ishlatib olib qo'ygan. Jinoiy guruh doimiy ravishda haydovchilarning yo'nalishda harakat qilishlariga to'sqinlik qilib kelgan. Ariza muallif ham hayoti va sog'ligiga jiddiy ziyon yetkazish bilan qo'rqitib, Yashnobod tumani hududida qatnovni amalga oshirish evaziga oldindan 2 oylik to'lov sifatida 810 AQSh dollarini olayotgan vaqtida qo'lga olindi. Keyingi to'lovni to'liq bera olmaganligi sababli yo'nalishga chiqishi o'zboshimchalik bilan taqiqlagan. Mazkur holat yuzasidan jinoiy guruh yetakchisi va uning sheriklariga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 165-2-qismi V bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Davlatimiz rahbari Oliy Majlisga murojaatnomasida ta'kidlanganidek, so'nggi vaqtlarda o'zini qonundan ustun bilayotgan tovlamachi, bezori to'dalar faoliyatiga butunlay jamiyat bilan birgalikda qarshi kurashamiz. Agar ushbu jinoiy guruh harakatlaridan aziyat ko'rgan bo'lsangiz, ichki ishlar organlari yoki 102 qisqa raqamiga qo'ng'iroq qilishingizni so'rab qolamiz. Shaxsingiz sir saqlanishi kafolatlanadi. Bir narsani jiddiy qabul qiling. Sizning jismoniy baquvvatligingiz yoki guruhingizning qanchalik kengligi ahamiyatsiz. Agar niyatingiz buzuq bo'lsa, zero ko'za kunda emas, kunida sinadi. Bu kun Bekzodjon Zokirov, Sardor Yo'ldoshev, Toshkent.